Assalamu alaykum Okean televiziyasining aziz ko'rmanlari, ma'naviy turmushinglarni betib kelayotgan Tangirtaq San'ati programmasining yangi soni orqali sizlar bilan yana diydorlashganimdan intayin xursandman. Men riyosatchi Güzel Nutursun. Uyghur televiziya teatri go'zalligiga nazar soladigan bo'lsak, ayni vaqtda ko'rmanlarning nihoyat yaxshi ko'rib ko'rishiga erishgan shundoq bir televiziya teatri bor. Balkim bu televiziya teatrining ismini deyishim bilan birga ekran oldidagi ko'rmanlarimizning esi kelishi mumkin. U bo'lsa-mu 2001-yili ishlanib bozorga solingan Qon yoshlik qismat nomli 4 qismlik televiziya teatri. Qon yoshlik qismat. Nimishqa? Siz menga javob bermagich qo'yatmayman. Qandaq javob? Meni yaxshi ko'ramsiz. Rost gapingizni qiling. Qo'yasınız deyman. Hey. Bax. Bu qaysi ma'lning tomochiqi? Tomochiq emas, mahallimizning bir talla guli. Guli? Kimning qizi bu? Yusuf muallimning. Yusuf muallimning? Bo'libmi, atdeganda yetib keldi qilishimizni o'ylasam. Hozirla daryo bo'yiga berib bir kech shu yerda saqlag'im bor. Buni uni cheg'arlashtirasizlar. Bu nima? Bu degan uyqu dorisi. Bu ish basnomasiz. Sen mening namasimga tegding. Nima bo'ldi? Çay içeceğim. Ma çayni qiziq desam amamda. Ale. Vay Allah. Ecep toydum bu cuvayını mektin. Kığa işinin tayini yok. Kalıdek köşep yatkan. Tıra ornandan bu seralık tıra. Micazım yok yitip kaptım ben. Kapımızla abba. Sen sak çağıramsa? Sen de sak çağırmakçı mı? Bunu veremse dememse? Pul yok. Abba. Oğlum. Pul yok mu? Pul yok şundak mı? Sen de pul olmagan diken bundak tatısını tunamaydıgan şumni boğazını yuttun mu? Paranı koy be. İsma! Kolumu! Hey! Sen? Seni ürktürüp etmedik olmasın! Enak pul nerede? Enak pul nerede deyman? Kapkal! Boğaz boğup öldürüldü ben! Enak pul çıkar! Enak pullar nerede? Kapkal deyman! Kapkal! Bana pul gerek! Enak pullar nerede? Kapkal deyman! Kapkal! Enak pul! Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Cinayi İşler Kanunu'nun 20. maddesideki belgelemeye asasen Baxtinisaning qilmishi yo'lliq qo'g'dinish hisoblanadi. Baxtinisa gunohsiz. Qo'yib berilsin. Oldi bilan biz mush filmning ssenariysini yozgan, shundaqla rejissyorligini qilgan hamda mush filmdagi bosh ayol personajning dadasi bo'lgan peshqadam o'qituvchining rolini olgan Firdavs Aziziy apandimning mush film to'g'risidagi bayonlarga quloq solsak. Firdavsga siz mushu filmning ssenariysini yozibsiz ham rejissyorligini qilibsiz. Undan sirt yana mush filmdagi ayol bosh personajning dadasi bo'lgan peshqadam o'qituvchining rolini olibsiz. Undaq bo'lsa mush filmning umumiy ahvolidan qisqa tushuncha berib o'tamsiz? Bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Buni 2001-yili tasodifiylikdan mana bir ssenariyga to'g'ri kelib qoldi. Ben börtalak verip, börtalada tuqqanlarla görüşüp, bağlılık şunda çıraylık kuruda paranlışı boltadık, geç kurun. Anından keyin biz uyat paranlışı boltarap yoqqandan keyin bir küçük bir bala, şu 8-9 yaşlarda kirip, sizni bizning kuruda meni anam var edi, sizin bir mümkün bo'lsa bir kirsin deydim, iş tugandan keyin dedi. Akırın dedi ki ben kirdim dedi. Paranlısı jarayonida bu ayol
Meningki beshimdan o'tgan bir kichik bir sajgurishim bor. Mümkün bo'lsa bir anglab baqsangiz, bu mening ikkinchi yo'ldashim bo'ladi. Birinchi yo'ldashimni men o'ltirib saqlabdi. Bir sabab bilan shunda bir bo'ldi, shuni bilan men asosiyatini shu vaqtda o'zida qo'lga ilinib turmay kirgan bo'lsammi, qonun meni aqlab chiqdi. Deb lapid ko'ziga yosh kelib yig'laydi. O'zimga ta'sir qildi. Bu bir sabab bo'lib qoldi. Demak, mushuni bir kengaytishim kerak ekan deb oxiratdagi buni qon yosh qismat deb buni yo'g'irib ezib chiqdik. 6 qism qilib yozdim. Demak, ma'noda qanday bo'lmasin, qonunniki astoydiligi, samiyligi, qonunniki qonun orqali demak bir ayol, bir qotil ayolni aqlab chiqqan. Men shuni asosiy rutin markaziy ideyasini shuni qildim. Oxiri Gulshan bilan Sami mening o'quvchim vaqtida men dars berayotgan bularga. Shu vaqtning o'zida turib bu ikkisi ko'z oldimga keldi. Shuni bilan lekin qarasam buning ichida salbiy personajlar bor. Bu bir beshim qattiq sholar Mavlon Niyozga desam Mavlon Niyoz, ben fulaniman demayman Firdavsaka. Sizniki bir chiqqani o'zi bir mening uchun bir yaxshi. Ham o'g'limiz jataq yo'q dedi. Uni bo'lgandan keyin bir mo'may va endi Sarbiyadan bo'lgan bo'lsa, o'zimniki ham ustozim, ham onam o'xshash. Biz bir yaqin. Onun dışında Serbiya'daki bu dramadaki oynayan rolleri bana bek yakıdı. Bek samimi, bek astaydı. Ben hiç sizge müşna bir demem düştü. Talebimizden. Buladı bana, kitap ne akil aldı dedi. Kitaptan berip ben kettim. Vallahi o tayarlığı bütünümüz taraftan boldu, boğandan ki biz destekli meydan görünüşlerine eliliş için Sot meydanından başladık. Tuncu meydanı, Sot meydanından başladık. Sot meydanından. O Sot meydanı, Tuncu meydan. Hem ahırkı meydan. Sonra olan Sot meydanını hep tükettik. Tüketken vaktimizde şu Serbiye'den kızım bilen ikisinin başlandıran gibi ben görünüşlerdi. Onun da imamım var, samimim var. Bu görünüşde hem de eliş jaryanında sot meydandaki sotçularının özden paylandım. Çünkü ola pulamaydı. Nasıl resmi çıkıp hem de sotçu olan diken hakik çıkıda o. Diken bek sürlük. Korkunçluk. Ulan nek meydandaki cinayetçinin sot kılgandaki yapmışı demezsin. Titrep diken cay Karısam yok diken, bu kolda. kızım diken şunda. Bu benim kan yaşlı kısmetim diyen şu gapni davatada ağzında titrep git para düze. Şunçalik ciddileşti. Lekin yaxşı. Demek biz körlüğü bağladık. Körlüğü bağlandıktan keyin körlüğdeki bazı bir körlüşlerini eriş jaryanıda mı asasiyetin halk dayandık. Bu kızım şunun bilan bara tirishib ketdi o'zim. Mayli yig'laydigan, mayli kuladigan, mayli qanday qildigan. Endi g'amchiq bu qizniki shu xarakterida, obrazida, iqtisodikida. Jupek ig'ir. Hem men shu vaqtni o'zida shunday qilayotgan mazgilning o'zida bu qizimniki bir ayvoni bor. Bu qanday degan vaqtida aparat oldimiz turyapti. Men sizni yana turyapman. Gap qilgan vaqtida sizga udul turib gap qilish kerak. Chunki aparat mayaqda. Uni chiroyi shunday uchish kerak bu. Bu mayoq qarayolib ko'zning qirqidima qaraydi. To'g'ri anlagandimmi deb. Ya, unda emas. O'zining odati. O'zidagi bir odatga. Men endi o'zingizni odatingiz o'ch eling desam, menda o'xshaydi deb bu odat aniq tushib olgan. Men mesela şunu vaqtning o'zida unda qarang desam, aktyorniki ijodiy ta'sir etdi. Gayet ko'zim bilan sharat qilib qo'yma. O'zi sezadi. O'tkir bo'lganlik uchun. Gayet keyin asta-asta mashq qilish jarayonida butunlay yo'qotib buni chiqaryapti. Endi filmdagi o'ylash jarayonidami har qanday mushkulot to'g'ri kelgan taqdirda, masalan, qizlar uchun mushkulot jiq. Şu benim kızımdan kimdi? Kızım da bugün kaptı mı? Şu Mevlan Niyaz bilen ikisinin pomdaklaşıp oturup şu ahirki vaktada ne balamla ağını getirdi de şu meydan kattık ziddiyetlik meydan dedi. Neymiş kuşuna aldığım diye vaktada?
Nemişqa Baxt Nisa o'ltirib atgandan keyin qonun aqlab chiqdi. Nima sababdan? Oxir qonun doktorini akeldik biz. Shu maydonga. Akaga vaqtning o'zida o'zini qo'g'dash uchun boshqa odam masalan jinoyatchini o'ldirsa, u qo'g'dinish jinoyatiga kirib, uning keyilik jinoyatni yeniklaydi ekan. Masalan, uzun kesish yoki itish degandek unday ishlar yo'q bo'ladi ekanda. Demak, shu maydon ilish jarayonida qizim bilan shu Mavlana Niyaz ikkisininki shu kurash bir maydon endi bu. Agarda shu yerda shu pichoqni elib turiblam, g'acha do'st tutib bersa, u qo'g'nish olmaydi. Bu o'ldirish, zarba ataga o'ldirish bo'ladi. Mushuni necha qitim qildik. Oxirgi vaqtida o'zi kirib ketdi uning ichiga. G'azab shunda teshib ketdi. Chunki bolasini ketmoqchi-da. Mening bolamni ketib qolsa, men yana mo'shinchilik pulni yana bersam, men endi shakllantirayotgan, endi rivojlanayotgan bu shirkatni vayron bo'lmamdi degan narsadan ko'ra bolam. Pul masalasi emas. Bolamni qutulishim kerak deb. Shu yerda tipirlab turib, qo'ldan tushib ketgan pichoqni o'shda siylab yurib turib, bo'g'ilib o'ladigan mezgilni o'zida aniki g'achitdi qildi. Mana bu qo'g'dinish. Demak, qonun o'rinlariga kelib, shuni qonunga tushirgan qilib oldik. Demak, bu jarayonda artistlarimizning aytib ko'p riyozat chekdi, mayli qizim bo'lsin, mayli sarvedamlar bo'lsin, nurg'un taraflarni aytib vaqtida ishlab. Mesela servedemden ki ben ayran qağa yerim, men depbemigen, men qıpbemigen, eşyadelik Mevlana Niyaz'ın pul verdiği yeri var. Pul vergenmezgen o'zida azroq berib qo'ygan vaqtni o'zida yanımda qarab qo'limda qıpbında seyret qiladigan yerleri var. O puli bersa yana kulib turib paypoqning ichiga solingan. Bektabi. Bu narsalarni hech qachon biz depbemigen. Biraz yaratishga usta. Demak, yaxshi aktyor, yaxshi aktris u ishini itilib chiqadi. Buni hech qanday bir odam deyolmaydi. Shunlashqa Zardadamning shu hozir har qatam o'ynagan rollari, har qatam ifodalab berishlari shunda tabiiy. Asarning o'ziga shunda bir komedik tusku dedi bir tarafdan. Hem salbiy hem komedik. Lekin komedik taraflar kuchliroq. Odamda bir kulgi paydo qiladi. Demek Serbiye'den bo'lsin, mayli meni qizim bo'lsin, boshqa artistlar bo'lsin, bu filmdagi kamalatga yetkazib bunda o'ynashida men qaragandimi, rejissor qaragandimi, san'atkorlarning o'ziniki kuchi, nihoyat zo'r o'rin turadi. Shu kinoniki shu vaqtning o'zida yaxshi chiqib, xalqning yaxshi nimasiga erishdi. Endi bu yerda bugungi bu suhbatda men birinchi saytqa vaqtida shu tomoshabinlarga rahmat aytaman. U tomoshabinlar saxta day chiqqanlar emas, ya'ni shuni elib, yana astoydil ko'rayotgan, ko'rgan tomoshabinlarimizga ko'pdan ko'p tashakkur, rahmat. Andan keyin bo'ladi meniki shu artistlarimga, o'rtag'am ishga artistimga, undan boshqa bugun kelinmay qolgan shularniki shu filmga sundagan ajriga ko'pdan ko'p tashakkur, rahmat. Bundan keyingi bu kinomni yana tepilib qolsa, yana bir ko'rib qo'yishlarini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat aka, sizning o'sha bayonlaringizdan biz mush kinoni yana bir qitim ko'rgandek bo'ldik. Rahmat sizga. Kongurak. Kızım. Olamadım. Sana biraz kaldırmak işlemem yok. Sana fakat bu şu konguraklık kaldı. Bu konguraklık çağın kızım. Mengü çağın.
uchdi. Elvida qadrlik ustoz, elvida. Kainatta bir yulduz uchdi. Elvida qadrlik ustoz, elvida. Filmda bosh qahramon qiz Baxtinsa rolini olgan artist bo'lsa, Şinjan televiziya stansiyasining talantli yosh rejissyori Gulshan Sidiq bo'ldi. Gulshanada endi navbat siz keldi. Undaq bo'lsa, siz mush filmga tanlanish jarayonlaringizni qisqacha eslab o'tamsiz? Bo'ladi. Men bu filmga tanlangan mezgillarda bizning shu Ali maktabning 3-yilligidagi vaqtim. Yozliq ta'til qo'yib berib, uning oldida yozliq ta'til qo'yib berishning oldida Firdavskam shu gapni dedi. Xo'shal ketmandim. Uyuda oppa men degan shunaqa Firdavskamning bir filmiga qatnashadigan bo'ldim deb. Ichimda yana bir takki bor. Agar menga qilib qo'yib, agar men u rolga tushmay qolsam, Firdavskam boshqa rolga, boshqa odam almashtirib bersa, hey, mush ko'nglim yerim bo'ladi, lekin aniq bo'ladi-da. Bek boldur devaldım ya apam dadamga deyman. Ko'nglimda bir qo'rqinish bor. Atigi bolam qana bo'ldi, maqmaysan go desa. Men tanlamapti demammi endi deyman. Qarsam bir kun telefon keldi, shuni olib mangsa deb. Shuni olib, som qillarimni ko'tariblan mang deb. Ta'tillik ketgan asli. Shuni olib hayajon ketmamdim, men tanlabdi xo'shal, lekin qo'rqinch bor ichimda. Butun dangliq artistlar oladi ekanman. Firdavskam o'zimizning o'qituvchisi. Sinfdim talabim bizga dars jarayonidan talabni shunchalik qattiq qo'ydi. Qarsam Samiba aka. Mush 3 yil hamda 4 yil o'qidik san'at maktabining aktyorlik kasbida. Shu 3 yil jarayonida Sami bilan ikkimiz tunji sahnaga chiqqandan boshlab ikkimiz billala rol olib kelyaptimizda. Bu ikkimiz shunchalik moslashimiz bir-birimizga. Uning ustiga og'a rollarimizdimi hamda bir-birimizga yordamlarimiz bo'lamdi. Shunda kelishib boshqa bolalar qaraganda ma ikkimizning oson hamkorlashimiz. U jihatdan yurgim xili to'q. Sami bayqu, Samim bosh rol olgan ekan shu ap ketalaydi meni deyman. Yana bir yerdan, ay Firdavskamning mush talvidan chiqolmay qolsam, endi mush qanchalik ilqinim bo'lib ketama deyman, yana bir turib Mavlankamdan qo'rqaman. Apaydan teximiz shu, uning ustiga bir ilqi atrofimizdagilar hamma ko'zlar biz qarab turyotamda, tunjiqdan ham ekranga chiqib bizda pishib yetilmadik. Bo'lgandan tövəndə ko'rayotganlar nima deydigandi deb shu qo'rqinch bor. Shuni telefonni oldik, mangdim, darhol bo'ldi men berib shu yerga, mush ta'til jarayonida ishlaydi ekanman deb. Ashundaq bir tanlanib, shu bir do'y hamda rejissorga yarab, shu rejissor maka, men seni ishiltima demak ta'z bizga. Uning ustiga shu zamonda hamda biz bundaq deganim emas, bizning sinfda 20 bola o'qigan, biz 10 qiz, 10 o'g'il. Bolalarimiz shunchalik xildi. Ballarımızdan her 10'imizden 10 xil obraz, 10 xil xarakter bor. Hammamiz shunchalik nima tuq. Lekin keyinchi hammamiz qaytarib taraqqiy qilib ketdik. Nijatkam shunda yol berib ketdim. Nijatka, xo'shib ketay. Men ashunaq bir qatnashish uchun Nijatka desam, bo'pti-kam. Bu sanatiq fursatchiq. Men sen nima deydi deb qilgandim. Bo'pti bara. Firdavsning asrga tanlanmagan oson emas. Muqamni men bu yil ishlayman. Kelar yil yana ishlayman. Sen bu yil qatnashamsan, kelar yil qatnashsa. Sening shu chiroy turqo'ng, shu xaraktering bo'ladi ekan, sen milliy puraq chiqib turdi sendan. Men seni ishiltiman. Firdavs seni tanlab qilibdi. Firdavsga aldirab artist yarmaydi. Berib ishla, lekin bekterish. Firdavsni umidsizlantirib qo'ysang bo'lmaydi dedi. Shu xo'shal rahmat aka, dedim. Keldim degandek sotning ko'rinishini oldik. O günkü iş qilib qo'rqin bayam dedi. Ras bayam anglab etibmi qo'lim titrab ketdi. Tunji maydonni shu sotdan boshildik. Odam ko'p aniq maydonda. Odam ko'p, uning ustiga sot maydonining surlikligi mush Sap sotchilar. Saplı sotchilik qilishimiz nimiz toyqini tanglik qo'ysa degan qo'limda jing'idiq men jinim chiqib ketdi-da, laq titrayman, yurgim degan puldan qilib turdi, xuddi jib qiysi qo'ygandek. Hey, mutunsun. İlk sot meydanının heyvetlikka qarab jinim chiqib ketgan. Men sot meydanini kiriblamchi, mishat olamdiq deb bag'an sir kichiklab kirib ketaman-da, ilqi. Tugide uni tugitib olib, dedim. Tanlanish jarayoni mana shu. Eng oxir xulosada
dadısının qo'ng'iroq. Men ham dashadni o'zim tutib boradi hozir. Masiyat asli qo'ng'iroqni chaqirgan mezgil o'zida kulib turib, xo'shalib turib chelish kerak. Asarning o'zida ham da shu hayajonlanib turib qo'ng'iroq chaladi. Lekin yig'lab chaldi. Aş görünüşünü ağabeyimiz vaqtda ilqi naq meydan hamda yig'ilib qoldi dadam. Ejraqdan жүгіріп kelamanda. Kelib o ssenariyat yozganda dadamni quchoqlab dada ko'zingizni iching deb yig'laymanda. Qandaq ilqi nim bilan bo'lib ketdi. Raslam ilqi qarsamlamış Ferda askamning yotqini qarab resmi shuni kirib ketibdi men. Izlab ketaman qo'ng'iroq deganni. Qilib qulqini ilqi Ferda askamga ma qo'ng'iroqning ovozi ta'sir qila degan narsa qallamda yo'q. Qulqining qishiga akilib chelaverma dada ko'zingizni iching dada ko'zingizni iching deb. Ilq faqat o'zim tutamabdi men ichga kirib ketibchi. Tukkandan keyin o'ylab qo'ygan odam tas qoldi men yig'lab ketgan. Yosh oqidi Ferda askamning bundaq yerdimsi oqidi yosh. Men degan quchoqlab ketib borman, qilyapman. Keyin ilq ko'rinishni ap qilib bo'lib xeyli vaqtcha bir xil bo'shab ketdim o'zim o'tirib tova ma qo'ng'iroqning ovozining kuchlikligida ma qo'ng'iroqni aytib Ferda askamning quloq tuyiga chopdim men. Bu quloq qancha og'rig'andi. Deyil beshida his qilmadim-da uni. Ruhga kirib ketgan. Kirib aş qo'ng'iroqning ovozini anglab bo'lsin, uyg'onadi, ko'zini ochidi degan kallam shuli bada. Shuni kuchab-chab ketibdi men qubama qo'lamda shunda dadamning 5 qo'lamda. Mishtam-mishtam chepkasam o'zim ichga kirib ketib borman, xeyli vaqt o'shim kelamidim. Yig'i tutadimiş. Qarsamlam yig'i tutadi. Ya bo'lgandan keyin bu bari yig'laydi dadim ham. Men ham ep bo'ldi-ku endi. O'zimizni mishildab yig'imiz bilan yeshimizni surtsak, atrofdagi bolalarni yig'ish deb yig'lab. O'g'lni biz yig'laysizlar ayada degan gap emas bu. Ular bizning nimamizni qarab, aşma o'quvchi bolalar yig'lab ketgan gap. Onun tepsi şiirim bu. Hemisi özümdeki. Mesela alıp öldü bir çırak kıldı degan o'shdi degan. Gulshanada sizni bayaqni azroq aslab o'tdingiz yanami siz mush filmda rol ilish jarayonida yo'liqqan nihoyat qiziqarli ishlaringiz hamda go'zal aslamalaringiz bor deyman. Bir qora aslab o'tamiz yana. Masalan shu men mush filmda dastlab chiqqandaylik otqa minga vaqtida jib otqa minalaylikna qo'rqmay deb ashta ayni vaqtdagi qizlarga nisbatan hamda bir jur'atda u biz ancha bir qizlar unda otqa minamay deb o'ylayman ayni vaqtda. Yana bir silqi o'standa bir eqib ketadigan ishlar bor deyman. Ashta rollarni ilish jarayonidagi qiziqarli ishlaringizni so'zlab o'tamsiz. Qiziqarli ishlarni u yerda otning otqa minishdan asosan hamda biz biz shu da hamda ssenariy tasvirlangan shu biz yashayotgan muhitda asosiy qatnash qurolimiz hamda otning nimasidigidek-ku. Ot asos, otar va ot. U yerda samimiylashishimizga asosan shu ot bilan dastlabki muhabbatlashib yurgan mazgillarda otlar bilan qilgan nimalar bor hamda shu ko'rinishlar bor. Qo'rqma, otdan qo'rqmayga shulam yurak degan bu menima tunji qitim ot menishim. O'zim bir yerda qilib samiga qarab kulib qolaman-da. O bichar chiqidi otga qit qoladi bir xil. G'oddib o'tir. Daskam deydi. Sen nimda rahimda bir ozod o'tamaysa, binoni mundaq qildi, otga chiqidi, qitib oladi-da. Mushning qarablik filmimiz. Ilqi o'zimning menamigini bil karim yo'q. Samina o qilqa qarablik kulaman. Ondan keyin bir Alankam ilqi bir o'yigim qilgan vaqtda o'nim qo'plamış testek bilan salmayga. Aslida yolg'on urishim kerak-da, hamda bilyapti. Mush qo'pab udim Alankam hozirgacha ko'sili deydi. O testek hamda ravrs deyibdi-ki. Xeyli vaqtchi bular bo'p berdi, o testekning gipi. Ya, men gangirab ketdi o'zim. Qo'pab degan deydi, o'yliqning bo'g'ini bilmay. Unda tegidi deb o'ylam. Qo'pabli qarsam yurib changli qo'ymanda iliq testekni qo'lam qattiq o'xshaydi, iliq nima sho'g'ini bilmaydi, entikib degan silkinib. Men hozir qip qizillar. Chaqladimda rolning ichiga kirib o'zim tutamay ba'zi qiliqlarchi. Barabar kirib ketgandan keyin rolda. Adam o'zini tutamay qoldi. Masalan bu nimani men ham yezida cho'ng oldi. Can yavayliq ba. Degan u yeri bor. Al nimadan keyin
Samiye'ninki ot minenmeydiğini fakat okumaydı ekanman. Bu Xeyli vaqt o'rganib qilolmaydi. Voy, mashinang kendi bak oldu bo'lmasa. Ben o. Kesin verdim ben, amal yok. Sami unda chapturamaydi. Atqı chiqidi, ol o'tirdi, azraqlamadi. Oturup yürüyüp boşladı bana. O elik, ben elik Mongol Küre'de atlıdan jügen 6 yıl ataktım emesin ben Mongol Küre'de. Şunlaşka sırlı Kur'an'da bir çepsi günüm şu. Oy onda kıl, bunda kıl da şöylesi makul Firdevs'e kolumu tutup Abla hep yerdeyim şunu ahire. Özüm elik çandomasını kiyimli kiyipla. Özümde o da kamçılık sosu varan bulaplı. Ben çepleyen. Men texi mushu mashinani qo'g'lab atta oldiroq turib qoldi-ku. Ey, bu so'qishib ketami deb shunday andishi ichida ko'rgandim. Bektiz chopidi. Bek chopidi, ha. Onu şu ben çepledim. Hani kirelak maşınımı yıkıllap. Neyse ki baktıysa kapkılın diyeni özemde. O yerdem de at çık çapmaydı asla. Maşinım hasta, atma hasta. Ya da bir yan yapmama gibi. Katlı çapma yerde özem kalan gibi. Gulshanada siz mush kinoda nihoyat yaxshi mush obrazni yaratib bergandan keyin sizni ko'p ekranlarda ko'rmadik. Mushuni yaxshi ishlayaptim hamda deb yo'qolib ketdingizmi yo boshqa sabab bormi? Ya unda ishmi yo'q. Xizmatimni oldirashroq. Xizmat sababi bilan to'liq hamda komandirovka sirtqa chiqamiz. Onun ustiga hamda bir opa bo'pdimi? Balamni bir rahmat. Balamni bir maktab kirgizib olg'icha. Bekerek hamda shu butun mehrimni, butun vaqtimni shu balaga berib u ishlar bilan tasnim bo'lib bo'lmadim. Lekin hamda men yaqindan chiqyaptimi? Ya'ni ko'rdik, masalan, onam chiroyliqda onaning obrazini yaratib shuni tushibsiz ana. Rahmat. Undaq bo'lsa biz birlikda ekrandan Baxtinsa obrazini ko'rib boqaylik. Kim o? Ben. Darvozdachim. Siz? Ha. Baxtinsa, yaxshimisiz? Uyda dadam yo'q dey. Men sizni bir ish bilan izlab kelib edim. Deydigan gapim bor. Gapingizni anglamadim. Undaq gapman. Baxtinsa, men boshqa qizlarga sizni yaxshi ko'raman deb baxmagan. Bu so'zni faqat sizga izlayapman. Men sizni rostli yaxshi ko'raman Baxtinsa. Baxtinsa, men sizni mushu namoratchilikdan qutqizaymikin deyapman. Siz meni kambag'al o'qituvchining qizi deb pulingizni ko'z-ko'z qilyapsiz. Men sizga deb qo'yay. Men pulga dum tushadigan qizlaringizga hargiz o'xshamayman. Dada, meni vaqtsiz tashlab ketdingiz. Men qanday qilaman? Ne anam, ne dadam yok dikende yetim kaldım. Emdinen kandan kılamen.
Men takallashmadım özü davamlıq. Bana tıl ahanet kılıdı. Anladın mı? Günah mendim iken. Bugünden başlap öyde ya oturdu ya men turaman. Bu juayını bek bilen bir öy turamayman. Davamlıq meştirinizde sancı ve gidek. Saati mende nimi günah öttü. Ağzını şundayım tulu katıldım ha. Ne mandak nervamı tıkıdıkandım abi. Yukla ya bana yukla. Yok le. Bu juayını bek. Merdan, meni qoğlap çıkamam. Meni qoğlap çıkarsınız. Bu şehirde panalanıqadek hiç qandaq yerim yok. Yurtqa qaytay desem, qay sizin bilen qaytım. Hey! Estağfurullah. Ağzını şuam tulu katıldım ha deyme. Bu mu seni baka şaptıldak necitime acımasın ha? Hiç pamağanda qosuğundaki balımızın hürmeti. Onda qımman Merdan, onda qar köngüllik qımman, ötünüp qalay. Ma səhralıqdan gibi ne? Men seni səhralık namratçılıktan qutuldurup şehirge gelip seni ben adam qıp koysam emdilikte ben qarıkın olup kaldım ha? Yok la. Hazır yok kal. Közümden derhal yok kal. Boludu. Men közüңlardan yoqalay. Sizmi bir anığı ha? Mening beşimga kelgan mush kun. Sizning beshingizga kelgan bo'lsa, qanday qilardingiz? Tul kapşımay. Yok le. Bu filmda yana bir personaj bor. O'z vaqtida bu film qo'yilgandan keyin nurg'ulg'an ko'rmanlar bu obrazga intayin o'ch bo'lib ketgan. Mushu obrazni nihoyat voyaga yetkazib o'rindagan artist bo'lsa, Shinjang san'at yurti opera teatrining pensioneri Sarbiy Nurhoji bo'ldi. Sarbiy apay mush filmdagi obrazlar haqida qisqacha so'zlab bergan bo'lsalar. Teatrni ishlagan vaqtida bizningki Firdevs efendi hem özü yezip, hem rejisörlük kılıp, hem başrol oynap, 4 kısımlık televiziya teatrını işledi. Onunla hem de biz katnaştık. Benim o teklif kılğandı, ben onun kanda obraz gelgen uqmaylı bir talağı badım. Bir talağı bağandaki bana nemini bedi, cübünni, kitapni. Beğendikin bay Firdevs bu rolunu ben kondam oynayayım desem, oynan, ertesi soğandık oynaysız deyip şuna dedi. Dedi yatak kirip, oturup oyladım bana, cık oyladım. Ben ertesi olsam, oynamayım, şunçaya geldim. Beni çakırttı. Deyip şuna olan oynadım şeyden atıp oynadık. Hem de benim deydiğim muşu kemkiçilik aşındak bir adam 4 kısımlık her kandak adamını tesirlendirdiğin hiç neresi işlenip bakmagan. Hem de ben şu rolünü oynadım rast. Oynagandayken hem de buna bir eski rol desem doğru olmaydı. Neymiş gelirse cemiyette onda işler cık. Şunda işlerini elbette biz tanqid qilishimiz gerek artistlar. Bu ne oynap bolgandan keyin özümü taze taşıp жүрүп oynadım bunu. Şu obrazga, şu Emrah'ın obrazıga kirgim gelip şunun içi kirip durup oynadım. Oynamasam çıkmaydı o. Bu kino bitti, keldik, kelgendikin, endikin bu deyni satqını tudu, haq ağını tudu, şundalı koçuğu çıksam degen qıldıgan boldu haqla. Şunlardan bizden öydeki adam qondaq degen gep bu. Muşunda mı işini qılamdı, satemesim haqdan. Çöpçün xotunun qağa işini dep o adam qap boldu. Eyliqi nevrem. Mektepke barmayma, qızlar mazaq qılır, senin şoň apaň eski xotun dep men qanda qılma dep o dedi. Hem qanda qılma ben. Şonla andikin emdi oynap qaptımız emdi şu rolunu dep yavaşlık qısam.
Bular aş taraftan sanjıp ketip bardı. Andaki oyundan oy toktaptı. Men bularga qaytarım hücum bermesem bolmadı dep. Siz nemi deysiz? Ha? Bu rolni men oynamasam, yeni birisi oynamasa, cemiyette muşta işler degen jıqtısa şularni biz tanqid qilib, biz aşı rolni oynamasak kim oynaydı bunu? Burunғы olimlarimiz artist degen insanның ruhi injineri degen. Biz injinerlik vazifemizni ötüşimiz gerek. Elbette bunda işin tanqid qilsak boludu. Tanqid qilmasak bo'lmaydi. Endi mening obrazim men oynagan Hamraxon eski ayol emas. Men shunday tushunaman. Nemishga desa u bir kambag'al tul xotin o. Kambag'allikdan ashta ishlarni qilib soldi. Hozir yo'qmi? Jamiyatda bor hozir. Uningdanmi g'ayrilari bor. O ayol shuning uchun qiyinchilik sababidan pulga amroq bo'lib qolgan xotin o. Shuning bilan bu bir mayilda cho'ng bo'lgan haq bo'lgandan keyin hammasi ma qizmo, avu, merdan hammasi bir mayilning odamlari bo'lgandan keyin bir-biriga ancha yet bilinmaydi bular. Shuning uchun men endi o ishni qilganimning sababi o'zimning askarligim emas, iqtisodiy jihatdan qiyinchiligim bor uchun qildim. Merdanmı bayoğan bayrak birsiga yatliq bo'lsin deb. Yana bir jihatdan Mavi Baxtinsa degan qiz mening tuqqanim. Uning dadisi tex tugab ketdi. Opstex yo'q. Shundaq sharoitda bu qiz ash yolg'izdan yolg'iz qolgandan keyin bu bir kambag'alga tegmay, to'y qilmay bir bayroq odamga to'y qilsa degan orzuyim bo'lg'ashqa, bola kelib qelibdi, uningga ma'quldi dedim emasmi? Bo'ldi. Men nima qilaman? Baxtinsa bilan men so'zlashma deb. Shuning uchun bu obrazni men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rib o'ynadim shuni. Oy, Sabir, nemish bo'ldi? Endi sening vijdoningni oqlaydigan payt keldi. Mana, sotqa boramiz. Oy, ishtamigina basam baray. Chapsama. Sotqa berib, hammani aynan deysan. Oy, balam, basam baray. Endi demesem bo'lmas. Sotqa basam qancha pul bersa? Bu pulga dimishgan qari. To'liq kapshamay, baxtini saqlagan qilmish atmishlaringni sot qo'yib to'liq so'zlaysan. Mana. Men berib baxmagan yer tursa, bu yer berib bikan nemish qilaman. Mana. Bo'lgan ishning hammani deb beray. Menda gunoh yo'q, bu balamdimi gunoh yo'q. Hamma gunoh ash Merdan degan eskida hamma ishni shu qilgan. Men ulug'chakning damiga tushib, bu balamning baxtida o'tdim emasmi? Mush qizimga uvol qilib qo'ydim. Men qilgan gunohlarimga tavba qildim. Endi pishman qilsam o'rniga kelmagan. Voy, qanday qilaman? Buni uni cheg'arlashtirasizlar. Bu nima? Bu degan uyqu to'risi. Unda qilsam. Ay, qo'mizlar, aralashtirasizlar. Qarash. Mana men bormasmi? Ay, balam, bu bitjarning baxtini vayron qilsak bo'lmas. Unda qilsam. Uni men Uvoli qilamiz, men qilmayman. Yo'q. Kiymas. Tez qilsizlar. Ben bir şey saklayman ha? Oy, sabırmısan balam? Qandaq ahvalın, yaxşı turdunmu balam? Oy, tuyuqsuz kirib, həcəbmi qoqtib etdin ha meni? Pulni deb 2 yoshdan baxtiga o'ltag'anliging uchun albatta qo'rqsan-da. Oy, jinim balam, esim qursin. Meni kechirgin balam, shu chaqda rasmiy ezib ketganman. Baxtini sani baxtli olsun deb shundaq qiptiman. Uning bundaq baxtsiz bo'lib qoldig'ini na'dim bilay jinim balam. Uni bilgan bo'lsam, bundaq ishni hargiz qilmaskanman. Uni rost baxtsiz qilib qo'ydim. Qandaqsiga? Voy, qandaqsiga bo'lmoqchidi. Merdan degan u lushchak boshqa birsiga buzilib, baxtini sani uydan qo'g'lab chiqarib yetibdi degina. U buzuq xotinmo'g'o Merdanga tozi ketibdi. Merdanning bütün tapqan təginini həmmini yığıb o çəlgə keçib getibdi degine. Şundaq qılıb ulug'chak baxtini sağımı qildi, o'zigimi qildi degine. Bichar baxtini sağının hazır hal kuni qandaqdi.
Hey bichara, hacapmı uval boldu onunğa. Isi. O lükçekni emdi kördüğüm bolsam. O bişin yeydiğen padiçi divana. Adamni hacapmı kokatta. Oy. O közemde yok le. Bahar Xan, bağım sile. Oy, Ayşem Xan da. Kanda vallahi teşti olur mu? Karsla öpkisip kuygandım. Pek okşap gitti. Şuna sığdı silini yavasın dep öpkirdim. Avar valla. Qani. Asla. Qani, oltasla. Ay. Qani. Baxsla Bahar Xan, baxsla. Asla. Öpküsüm o, okşıdı. Yisipim o. Ras okşaptı. Tem, obdan boptu. Ay Bahar Xan. Men bugün kimni kördüm dep baxsla. Kimni köle? Senin kelinleri bəxtin sanı gördüm. Demisimi bir filmning muvaffaqiyatli ro'yobga chiqishida shu film qatnashuvchi barcha xizmatchilarniki oz bo'lmagan ajr mehnati qon terlari singan bo'ldi albatta. Yuqorida deb o'tilgandek bu filmningki muvaffaqiyatli holda suratga ilinib xalq ommasining qizg'in qo'llashi hamda yaxshi bahosiga erishidimi mush yerda o'tirgan hamda bugungi suhbatimiz kilanmagan mush filmga qatnashgan barcha artist, ssenarist, rejissyorlarning oz bo'lmagan qon terlari singan rahmat sizlarga qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimiz qatnashib berdinglar. Nihoyatda qiziqgan hamda yaxshi bo'lgan ham suhbatlarda bo'ldik. Bundan keyingi ishlaringizga texim zo'r muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga ko'p rahmat. Jafo chekdinglar.
barmı tuşkanım, anası barmı tuşkanım, atası barmı tuşkanım. Nimemiz var bu yurtta, bizdek bekti kaşkanım. Nimemiz var bu yurtta, bizdek bekti kaşkanım. Alma attım şat tutkan, biz musafir bu yurtta. Alma attım şat tutkan, biz musafir bu yurtta. Musafir dep har görmem, biz gidermiz öz yurtga. Musafir dep har görmem, biz gidermiz öz yurtga. Musafir dep har görmem, biz gidermiz öz yurtga. Biz gidermiz öz yurtga. Osmanda desem ucaydım ay barken, aynime osmanda desem ucaydım ay barken. Turgan kiyikte güzel cananım yanımdaki, telmirim turgan kiyikte güzel cananım yanımdaki. Ey güzel Uygur kızı, çekti yüreğinin tarısı. Ey güzel Uygur kızı, çekti yüreğinin tarısı. Men üzem, ketken bilen
Seni görmey gülermen Seni görmey gülüp gezsem Muradımga yetermen Seni görmey gülüp gezsem Muradımga yetermen Qadirlik görürmənlər, diyarımız sənət işlərinin ötmüşü və bugünkü tərəqqiyatından xəbərdar olmaqçı bolsanlar, diqqətinizlər hər çarşamba günü kech saat 7-də Okean televiziyasının Teatrim kanalında bolsun. Əgər vaxtida görə almasanız heç qısı yox. Siz faqat Okean TV salonuna qayıtıb bilish orqali Okean televiziyasının hər xil proqramlarından huzurlana alasınız. Bugünkü son proqramımız məşə yerdə axırlaşdı. Kelar həftə görüşkəcə altın talla aman bolsun. Xeyir xoş.